Tam o'zgacha ochiq-chuchuk tangjoz qilishni o'rganib oling. Itsul intayin addiy birlikka so'z o'rganib olasiz. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topolmay qolsiz. Avval banshirning qiymasini tayyorlab olaylik. Buning tam xurishlardan tuz, zirni yaxshi ko'rsanglar, jiqroq solsanglar bek o'xshaydi. Qarmishdan azroq silib videoda ko'rsatgan bo'yicha tashkillashtirib olamiz. Endi videoda ko'rsatgan bo'yicha banshirni chiroyli tugib tayyorlab olgandan keyin muvofiq miqdorda dufini 4 chasa qan shaklda to'g'rab tayyorlab olamiz. Ko'rib mushakkapsizlar do'stlar, bostirtimni besib qo'shib olishni unutib qolmang. Mazmun yargan bo'lsa inkas rayning haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'inglarga rahmat. Buning ketarlik materiallar tuvandagidek. Qozon azroq may qo'yib, may qizgandan keyin sinjang samsaq so'ng piyazlarni silib, bir qo'r qo'rvagandan keyin, bir qo'shiq loz un silib, bir ishga qo'rvatgandan keyin pomidorni silib qo'raymiz. Achchiqni yaxshi ko'maydiganlar samsaqlarni bo'ldi. Ondan keyin pomidorni silib, pomidor izligich qo'raymiz. Bularni bir ishga qo'rvatgandan keyin cho'ng ustamning tangjo'zli tutqisidan bir bo'laq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bo'lmish ayl tangjo'z qilsam ta'mini yaxshi qiramayotma degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab beqinglar, ta'mi kep ketmaydi. Onundaki adam sanımız qattan muvafiq miqdorda suv quyib, mor, mogo, dufulan silib bir qaynatib olamiz. Hozir 60 xil darsimizni palet qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsikimizni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studiyasi nomeri shu. Onundaki tugib tayyorlab olgan banshirni silib, onundaki yumshatib olgan xonshub pintozni silib, ko'ksaylardan muvafiq miqdorda silib etamiz. Achchiqroq yeyishni yaxshi ko'radiganlar uyanglarda etib olgan maylasitimi muvafiq miqdorda silib olsanglar bo'ldi. Axırda chiroyli qachimiz usub mehmonning oldiga ochiq saqlan bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz mitib sinab beqing. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.